Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel To'raqo'rg'on kelganmiz. Buramatutda biz. Xo'p, bu yerda devor mebel tayyorlaymiz. Qimmat variant. Pataloydan joyi tashab ketishgan. O'sha qimmat variantda tepalarni yopish shart emas. Sizga ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimiz korpusi tayyor bo'ldi. Uchalasi ham taxmon bo'lyapti. O'rta ko'rpacha taxlashga, ikkita chekka ko'rpa taxlashga tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Dub ankor laminat matvisidan. Ko'pchilik bu svet rosa oqish ekan deydi. Bu svet ja oqish emas, mana. Shpaklovka oppoq. Bu svet o'sha qaymoqqa tortadigan rang. Xo'p, bunga farset oynalar qo'yildi, qimmat variant. Orqalari korobkali bo'lgan, o'rtada ko'rpacha taxlashga, ikkita chekkasi o'sha katta to'shaklar taxlashga tayyorlangan. Pasti 100% sonliq hisobida joymoy. Narxi 6 million 100 ming so'mga mashq holati tayyor bo'ldi.